bilasizlar, mana o'zbek va dunyo taomlari oshxonasiga mana alhamdulillah yetib keldik inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Mana Bag'dod Umra karvonining navbatdagi guruhi o'zbek va dunyo taomlari oshxonasida mana inshaalloh tashrif. Xush kelibsizlar. Hojatlar, chekkaga o'tiringlar, ha? Mana alhamdulillah Allohimga behisob hamdlar bo'lsin. Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat turiblar bo'lsin. Mana Bag'dod Umra karvoni navbatdagi hojanalari har doimgidek mana o'zbek va dunyo taomlari oshxonasi mana biz uchun tayyorlangan maxsus oshlar mana kelishimizga mana buzishib chiroyli mana qo'vrakalarimiz har doimgidanda chiroyli qilishib mana alhamdulillah Alloh ziyoda qilsin mana biz uchun tayyorlashtirishdi mana muborak bo'lsin mana alhamdulillah Allohimga hamd bo'lsin mana shakaroblarni mana tayyorlashtirib juda ham chiroyli. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah azizlar, mana o'sha dunyoga mashhur soat minorasi ostidagi o'zbek va dunyo taomlari nomlanuvchi mashhur oshxonadagi eng sara oshpazlar jamlangan oshxonada mana inshaalloh o'zbek oshini mana Bag'dod Umra karvoni uchun maxsus damlashtirgan. Alhamdulillah mana har doimgidek bizni qo'li chaqqon oshpaz akamiz o'zi go'zal holatda taomni juda ham bir ishtiyoq bilan, shijoat bilan mana alhamdulillah suzib tayyorlayapti. Alhamdulillah Allohimga hamdlar bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu yoqda choypaz akalarimiz choylar bilan o'ra mana alhamdulillah. Allohim bu onalarimizni, bu otalarimizni rizqlarini go'zal qilgan zot. Mana shunday mashhur dunyoga dong'i ketgan go'zal inshootlar ostida mana o'zbekona ehsonlarda mana mazza qilishib jamlanib o'tiribdi jamoat. Allohimga hamdlar bo'lsin mana hammalari shetda. Alloh buyuk o'zi qudrati ila barchalarni go'zal holatda bu manzillarga jamlab qo'ygan mana chiroyli taomlanishlar ustida. Mana alhamdulillah qishki kunlarda mana bunday chiroyli holatda sveji shakaroblar bilan yangi uzilgan tarvuz qovunlar bilan mana inshaalloh karim Toyifni tarvuz qovullari, Toyifni mana bu pomidorlari, albatta bu Tiflitsada bo'lgani yo'q. Bu aynan tashqarida bo'lgan pomidorlar inshaalloh. Mana qarang, rizqi go'zalligini qarang. Voy bu hojatalarimizda mehribon zot Allohim bu hojatlarimiz rizqini shunchalik ham buyuk qilasan Allohim. Ularni bardavom etgan bu quvoshlarni hamisha qayta ibodatlarga kelguvchilardan qilgan. Barchalarni Allohim bu baytingdan qadamlari uzilmaydiganlardan. Barcha jamiki havas qilib kuzatuvchilar Bag'dod Umra karvoni sizlar uchun eng yaxshisini taklif qiladi, eng ishonchlisini, eng mazalisini inshaalloh. Mana oshpaz akalarimiz hammasi xizmatda. Alhamdulillah. Alloh mehribon zot. Sizlarni Allohdan bu manzillarga kelib mana haram-i sharifda turib taomlanib turib aytyapmiz inshaalloh dasturxon ustida duo qilib barchalaringni bu manzillarga kelishliklaringda, go'zal ibodatlar qilishliklaringda Allohdan so'raymiz azizlar. Alloh muborak qilsin hammalaring. Bittadan onam boshiga bittadan. Oxirgacha yeb qo'yishar lekin. Inshaalloh. Yemagan cho'ntagiga savob ketadi, idish beraman. Inshaalloh. Hozir. Mana alhamdulillah. Hojatlarimiz bilan osh tarqatish boshladi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uzating.